Mana bugun yonimda Shohrux aka turibdilar. Hozir Shohrux aka mana bu mashina haqida ijtimoiy tarmoqda har xil fikrlar yuribdi-da. Bu Ekin patrul deb nomlanar ekan, maxsus mashina. Qanaqadir jarimalarni aniqlar ekan. Shu haqida bir qisqagina fikringiz muhim edi menga. Bu avtotransport vositasi 2018-yilda prezident qaroriga asosan demak faoliyat yuritishni boshlagan. Ko'rib turganingizdek 360 gradus kameralari joylashtirilgan. Haydovchidan inson omilisiz 9 taga yaqin 9 ta qoidabuzarlik aniqlaydi. Bu svetofor qizil chirog'ga o'tish, tezlik, qidiruvda avtotransport vositalari, chorrahada demak chorraha qoidalarini buzish va To'xtab turish transporti mana shu transport vositalarida shu kabi demak qoidabuzarliklarni aniqlaydi avtomatik ravishda. Inson omilisiz. Inson omilisiz, faqatgina haydovchi bo'ladi va o'sha transport boshqarib ketaveradi va yo'lda tushgan demak qoidabuzarliklar avtomatik bazaga boraveradi. Bundan tashqari qidiruvdagi transport vositalari, qidiruvdagi shaxslarni ham aniqlash imkoniyati bor. Shohrux aka, javob uchun rahmat. Endi hozir mana bal tizimi ishga tushdi bizda O'zbekistonda. Bu balga aloqasi bormi yoki albatta to'xtatib yo'l patrul xizmati ya'ni rasmiylashtirgandan keyin balga hisoblanadimi? Hozirgi vaqtda birlamchi bu qarori ishga tushgandan keyin hozir yo'l transport demak yo'l harakati xavfsizligi xodimi rasmiylashtirgandan keyin ballik tizim amalga oshiriladi. Keyinchalik balkim bu tizim takomillashgandan keyin avtomatik tarzda ham bo'lishi mumkin. Javob uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.